Jabir ibn Abdullah radıyallahu anhu şundaq deydi. Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem ösüm yigizgüchiga, katiblik qilg'uchiga va guvohchilarga la'nat qildi. Va ularning hammasi gunohda va vabalda o'xshashdir dedi. Bu hadis sharif men ösüm yemayman. Faqat uy elish uchun, mashina elish uchun kredi, ya'ni qarz oldim deguchilarni ko'rsatdi. Va biz ularga deymizki, haram qilingan narsa faqat ösüm yeyish emas. Ösüm berish, hatto katiblikni qilish, ya'ni shuning to'xtamini qilish va shohid bo'lishmi o'xshashli haromdir. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam olg'uchiningmi, berguchiningmi, katibningmi va shohidningmi bu gunohda va vabalda o'xshash ekanligini bayon qilgan. Bu asrning musulmonlarga nima bo'ldiki, o'simga kredi, ya'ni banka qarzi ismini qo'yishdida uni o'zlariga halol qilib edishdi. Yoki bo'lmasa, o'simning ismini o'zgartib, uningga kredi, banka qarzi degan vaqtimizda u halolga o'zgarib qolamdi. O'sim olg'uchi kredi oldim deydi. O'sim oldim demaydi. Acaba o'simga kredi ismini qo'yish bilan tang mas'ul bo'lmaydiganligini o'ylamdi. Yoki kredining o'sim ekanligini bilmamdi. Albatta biladi. Hamda nihoyat yaxshi biladi. Lekin har gunohga bir o'zr topgandek, buningga bir o'zr topadi va o'zrisi sabablik qutulib qoladiganligini o'ylaydi. Ya'ni har vaqtdagi qilmishini qiladi va o'zini o'zi aldaydi. Ya rajai